Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali a'zolari. Mana ustalarimiz qizg'in ish olib borishmoqda. Avstriya ustalarimiz. Hozir bular narx-navolar bilan tanishib chiqamiz. Bizni kuzatib turganlarga omad. Kimga qanaqa taklif savollar bo'lsa bemalol murojaat qilavering. Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani bo'yicha hozir ustalarimiz ish olib borishmoqda. Boshqa viloyatlarga chiqmaysizlar usta bu? Havuzda narxi necha puldan bo'lyapti hozir? Narxini tanishtirib ayting. Rayon territoriyasida tonnasi 200 mingdan hozirda. Tonnasi 200 mingdan bo'lyapti. Necha bo'ladi bu? Eni balandligi mana shu turishi hozir. 240 ta 180. Balandligi 240 bo'ladi, diametri 180. 6 tondan 200 so'm ketadi, 6 tondan hisob etaylik. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilavering. Og'iz akam bir telefon raqami ayting bitta. 88 953 4501. Shu telefon raqamiga ham murojaat qilaverasizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga yangi bo'lganlar obuna bo'lishni unutmang. Musofir yurtda yurgan aka-ukalarimizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Topganlarga Alloh baraka bersin. Sog' salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.